Assalomu alaykum qadrli aziz teletomoshabin do'stlar. UzReport telekanali maxsus bo'lim loyihasi haftaning seshanba kuni yana efirdamiz va bugungi mavzuyimiz oilaga bog'liq va aynan oila va ota o'g'ilga bog'liq bo'ladi. Demak, yaqin kutilayotgan daqiqalar davomida efirda maxsus bo'lim loyihasi. Assalomu alaykum, keling aka. Xush kelibsiz. Shu maxsus bo'lim ko'rsatuvlarini kuzatib boraman. Juda yaxshi loyiha. Menga yoqadi. Jonibek Asadov, 41 yosh, oilali. Maxsus bo'limga o'g'lining noto'g'ri xatti-harakatlaridan shubhalanib murojaat qilmoqda. Shu mana farzandimni sizlarga bir murojaat qilmoqchi edim. Hop. Shu oxirgi kunlarda o'zgarib qolgan. O'g'lim qanchalik o'zgarib qolgan. Muomalasi boshqa, tushiga tushganda boshqacha o'zini his qiladi. Shunga bir yordam bersa deb kelgan edim. Mayli, biz yordam beramiz, yordamdan qochmaymiz. O'g'lingiz necha yoshli? 21 yosh. 21 yosh. Endi hozir shunaqa davr ekan-da, ya'ni bu yoqqa yuradigan davr bo'ladi-yu. O'zimizda ham bo'lgan, unaqa. Mayli, o'qinglarmi yo ishlaylarmi, nima ish qiladi? O'zi bilan birga ishlaydi. Ko'ngilochar kafemiz bor. Ish yurituvchi qilib qo'yganman. O'zingiz oldingizda bo'lsalar qanaqa bo'ladi? Qanaqa payt? Oldinda soat 11 gacha ishlaymiz. Keyin kafeni yopib kelgansam, ishim chiqib qoldi deydi, o'rtalarni o'tiribman deydi, boshqa har kuni kunga bahona. Tunlari kelmaydigan odatdan chiqarib qoldi-da. Bo'ldi aka, sizga yordam beramiz. Faqat shu o'g'lingizga endi siz birga ekansiz, birga ishlayman deyapsiz-ku, shu o'g'lingizga bilintirib qo'ymaysiz bizni kuzatayotganimizni, o'sha hozirgi kungacha bizning oldimizga kelgunizcha qanaqa bir muomalada bo'layotgan bo'lsangiz, qanaqa holatda bo'lsangiz, xuddi shu holatda davom etaverasiz. Biz endi imkon qadar nima deydi, kuzatamiz, sizga yordam beramiz. Aka bo'lmasa sizga aloqaga chiqamiz. Shu ish joyingizni, manzillarini aytib ketsangiz, o'sha yerga biz kamerlarimizni o'rnatishimiz kerak bo'ladi. Keyin mashina haydaysizmi? Mashinangiz bormi? Mashinangiz bor. Bo'lmasa sizga ertaga vaqtliroq telefon qilamiz, aka. Telefon qilganimizdan keyin o'sha mashinangizni kalitini berib turasiz, shuna mashinangizga ham kamera o'rnatib olamiz. Iloji bo'lsa, yaranib qilsa. Endi noto'g'ri tushunmaysiz-da, bizning ishimiz shu, biz sizga yordam bermoqchimiz. Bo'ldi? Rahmat kattaga. Hujjatlarni to'ldirib bersangiz bo'ldi, siz bilan yana aloqaga chiqamiz. Xo'p, sog' bo'ling aka. Kuzatuvning birinchi kuni. İlyos Asadov, 21 yosh, Jonibek Asadovning farzandi.
qilib aday tomon bo'ldik. Shunaqa farzand o'stiraman, shunaqa tabiat o'ylamaganman. Bilmadim, sen nimalar qilyapsan? Kuyni kiygan narsani qilib. Ota bolani ishxonasiga kelding. Maxsus bo'lim yigitlari Ilyosni kuzatishda ko'p qiyinchiliklarga uchrashmadi. Bunga sabab Ilyos otasi bilan bir joyda ishlashi. Mana bugun ishni ham boshlab oldik. Zakazda bo'lsa bo'ladi. Men senga gapirdim, nega befarq o'tiribsan? İşte olmadı. Mijozlarning ko'yniga qarab zakazdan olgin. Ha, keyin aytgancha, bugun ota-ona majlisiga keldi. Chunki ukangni ota-ona majlisiga borib kelsa, meni vaqtim yo'qroq edi. Hali bozor o'sha qilish kerak. Men nima qilmadim yo'q. Men sen tushunmadim. Ukangga ham befarq bo'lib qolgansan. Uyda ham yurish-turishing boshqacha bo'lib qolgansan. Bundoq gapirgan. Nima muammoing bor? Nima problemalaring bor o'zi? Yo'q ada. Nima bo'lsa sizga o'zingiz yetaman. Nima yo'q. Hammasi yo'q. Sen o'zgarib qolgansan. Yo'q, o'zgarganim hammasi yo'q. Men bo'lsa bozorcha qilib, majlisga o'zim borib kelaman. Sen mijozga ham qarab qo'y. Alo. Qaraysan? Yaxshi. Charchamaysanmi? Bo'ladi, men. Qaraysan, nima настроение yo'q bu? Nima bo'lishi kerak? Ikkiga yaradimi beradi? Gaplashdim jonim. Hozircha sal odamni настроениялari yo'q bo'lib turibdi-da. Bahona emas bu. Ertaga o'zim gaplashaman odam bilan yotiq bilan tushuntiraman. Shuni jonim men o'zi 2 kundan beri uyga kelmaganimga odam вообще yonib yuboribdi o'ziga. Bugun borolmayman jonim. Hoy nima deganing bu? Qayerga kelasan? Jinnimisan? Xonaga boraman kerak bo'lsa. Hozir bir o'zim gaplashaman. Sizga qo'yib yurlar qachon cho'zadi. O'zim xavflaman hammasini. Xo'p. Bugun odam bilan yotig'i bilan gaplashaman. Senga ertaga javobini aytaman. Bo'ladiga, ertaga men senga javobini aytaman. Bugun gaplashaman. Odam bilan, yotig'i bilan. Senga so'raman. Xo'p, jonim. Asasiyon bu. Soqol. Birinchi stolga qarab olinglar. Stakanlari kammi?
Jonibek Asadov maxsus bo'limga qilgan murojaatidan ko'ra jiddiyroq muammoni ustida turgan Ilyos tez orada berkitgan sirlari fosh bo'lishini bilganda edi. Kuzatuvning 2-kuni. Ular bugun o'zini ishi yuribdilar-da. Ishni bugun o'zing yuribdilar. Uyga mehmonlar xolaga kelar ekan. Onangni uydan olib bozorga qiraman. Sen 11da ish tugatib, yopib o'zing hammayoqni kuzatib borarsan. Hadi. Bugun o'rtoqlarim bilan oshim bor edi. Bormasam bo'lmaydi. Siz qolib qoling bugun. Har kun o'tirish, har kun choyxonaga saniki. Kalla ishlaydimi sani? Uyga mehmon xolalarga kelarkan dopti. Bormasam bo'lmaydi hadi. O'rtoqlar mana shu yerga chaqir. Xo'p, bugun bor-ya-da. Ertangi safar kelishimga ma'lum noma'lumligini aytaman. Men bilmayman. Choyxonani o'tirishni 11da yopasan, uyga yetib borasan. Men ketdim. Aziz bilan gaplashgan. Aziz bilan gaplashgan keldim. Gaplashmaguncha ketmayman. Yur. Yursa. Ana nima qilib berdingiz? Ana bekmayman. Ana nima dedingiz? Qanday ish oldasa? Sekro gaplashishni kelmadim men yoqqa. Men Aziz bilan gaplashgan keldim. Qani Azizni chaqiring. Voy yana jim turmaysiz. Qanaqa jim turib, qanaqa spokойно turibsiz? Siz men bunaqa ko'ryapsizmi? Hozir ko'ryapsizmi siz? Siz yurasiz. Hal qilaman nima qilib? Nima hal qilish hech ham hal qilmaysiz. Meni uyimdagilar kim hal qiladi? Siz o'zingiz bilan gaplashyapsiz. Yondirish uchun keldim. Iminni Aziz uchun gaplashaman deb men keldim. Kechasi menga so'z berib turib ustidan chiqmadingiz. Bugun aytishingiz kerakmidi? Bugun aytishingiz kerakmidi? Nima aytmadingiz? Bugun aytaman. Qachon? Qachon men kelmasam bugun ham aytmasdingiz. Shu
tushuntiraman. Уже kech bo'ladi, tushunasizmi? Mani уже kech bo'ladi. Men uyimdagilar, men ota-onam ko'zga qarab qarayman, siz otangizdan qo'rqasiz. Men qiz bola boshimdan qo'rqmayapman-ku. Jonibek ish joyidan ketgach, Ilyosning sirli oilasi, otasidan yashiringan ayoli, uning ishxonasiga kelganini ko'rgan maxsus bo'lim yigitlari Jonibek Asadovni ortiga qaytarishga majbur bo'lishdi. O'zingni bos. O'zim boshqa chunki kelib har qilamiz, ketaman. Men gaplashaman, hammasi har. Men o'ziga ketmayman. Men tushman, nima qilchaqir? Men o'g'il xotini bo'laman. Nima xotin? Yada bu. O'zi uylanmagan. Endi kechadan beri qanchadan beri ertaman beri hozirgacha olib keldi. Sen aytganingda shulargacha yetmasdi. Men ikki qatman o'g'lim. Shomay adam. Yuribsan, men xotinimni chiqib. Olinay kameradan. O'zingni bos. Siz bizga yetdingiz. Kuzatdinglar, noto'g'riliklarni boshqardingiz. Bizlarni kuzatdingiz. Olib keldik. O'zingiz bildingiz, endi u yoq o'zinglar oilaviy temaydi ekan. Balki bular aldayotgan, balki aldanayotgandirlar. Men U yog'ini, yo'q, tushundim. U yog'ini o'zinglar hal qilasiz. Oilaviy temaydi, nima deysiz? Balki bularni ham ota-onalar bilan boshqa, bularni chaqiring. Bular o'g'lingiz o'tkazing deb o'zinglar hal qiling. O'zinglar hal qiling. Bizlar xizmatimizdan rozi bo'lamiz. Salomat bo'lasiz. Yo'q, rozi bo'ling. Voqea qanday yakun topganini o'zingiz ko'rdingiz. Ikkala yoshlarning qilgan o'z boshimchiliklari nima bilan yakun topganini keyingi dasturlarimizda bilishingiz mumkin. Biz bunga va'da beramiz. Qadrli aziz teletomoshabin do'stlar va aynan maxsus bo'lim loyihasini tomosha qilayotgan hurmatli tengdoshlarimiz, hurmatli farzandlar. Har bir ota-ona borki, o'z farzandini kamolini, baxtini ko'rishni orzu qilib yashaydi. Shunday ekan, biz farzandlarni esa aziz tomoshabinlarimiz, ota-onalarimiz niyatlarini yo'qqa chiqarishga haqqimiz yo'q. Va qadrli aziz teletomoshabin do'stlar, maxsus bo'lim loyihasining birinchi maqsadi, har bir loyihamizda aytib o'tamizki, birinchi maqsadimiz o'rtoqlar kimnidir mana shu ekranga olib chiqib maxsus bo'lim loyihasiga olib chiqib sharmanda qilish emas, shunchaki qaysidir yurtdoshimiz, balki siz mana shu yo'ldan ketayotgan bo'lsangiz, bu xato yo'lligini ko'rsatib qo'ymoqchimiz. Bu yo'ldan qayting. Chunki sizni har kuni kelishingizni, har kuni uyg'onishingizni, sizni har kungi quvonchingizni ko'rishni maqsad qiladigan va yaxshi niyat qilgan insonlarimiz bor. Qadrli aziz teletomoshabin do'stlar, bugun maxsus bo'lim loyihasida Sarvar Jo'rayev kamina bir o'zim sizlar bilan xayrlashishga majbur bo'laman. Faqat bir haftaga. Demak, o'zingizni ehtiyot qiling, qo'shningizni o'g'ri tutmang, chunki maxsus bo'lim loyihasi ijodkorlari o'z ish faoliyatlarini davom ettirishmoqda. Sog' bo'linglar.